Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia ishqibozlari. Va bugun Pavlonia qalamchalarimizni o'ndirish sirlarini o'rgatib o'tib ketamiz. Hozir ko'rib turgan qalamchalaringiz 3 xil navli qalamchalar. Mana bunisi Shanton, mana bunisi esa FT qalamchalari, Ember, unisi FT. 3 xil navli qalamchalarimizdan bor, ya'ni ki bu qalamchalar hozirgi mayda holida, ya'ni ki bu o'zimiz uchun mayda holda tayyorlayapmiz. Ya'ni ki sotuvga bundan kattaroq, ya'ni ki mana shuni 2 baravaridan mana shu hisobida qarib shunday qalamchalar sotuvda bo'ladi. Ya'ni ki 7 cmlik qalamchalar zakaz qabul qilamiz. Bular esa o'zimiz uchun maydarog'i ham bo'laveradi. Bunisi Shanton, Ember, FT qalamchalari. Ya'ni ki bemalol sotuvda bor, bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Manzilimiz Tojikiston, ya'ni ki Tojikiston bo'ylab любой точкаga yetkazib beramiz. 3 xil navidan bor. Hozir esa mana shu qalamchalarni o'ndirish uchun spesial dori tayinlaganmiz. Mana shu dorida saqlab, ya'ni ki bu bir agrotexnikasi hisoblanadi. Mana shu dorida kamroq turish kerak. Ya'ni ki mana shu dorilarda hamma sir-sinoatlarni bizdan qalamcha olganlarga o'rgatamiz. Ya'ni ki qanday o'ndirish, qanday dori tayyorlash, hamma sir-sinoatlarni xudo xolasa o'rgatib boramiz. Ember, FT, Shanton 3 xil navidan bor. Mana shu qalamchalarga zakaz qabul qilamiz. Ya'ni ki bu qalamchalarning qanday yana biyagomizda o'ndirilishi o'tgan videolarimizda ko'rsatganmiz. Ya'ni ki yana bir marta ko'rsatamiz. Videoni ko'rishni istasangiz, ya'ni ki kelajakdagi videolarni kanalimizga podpisatsiya va like bosishda yoddan chiqarmang.